Ha, yoqing. Sn teng a1 plus an taqsim 2 ko'paygan n bo'ladi. Tushunarlimi? Yig'indining topish formulasi bitta mana shu. Keyingilari shundan kelib chiqqan. 2 a1 plusdan d kara n minus 1 taqsim 2 ko'paygan n. Kiravering. O'zi qirqadi. Nima qilay? Bo'ldi, qarab turinglar endi. Gapirmaymiz, gap qo'shmaymiz. Tezroq o'tiramiz. Xo'sh. Birinchi misol. A1 teng 4, D teng 3 bo'lsa, S7 ni top deyapti. S7 degani A1 plus A7 taqsim 2 ko'paygan 7 ni top degani-da. A7 ni qanday topamiz? A1 plus 6 D. A7 nima degani shunda? A7 teng A1 o'rniga 4 qo'yamiz, plus 6 ko'paygan D o'rniga 3 qo'yamiz. 18 ga 4 22 bo'lar ekan. Demak, ketdik. A1 o'rniga 4 qo'yamiz. 22 taqsim 2 ko'paygan 7. 26 taqsim 2 13 bo'ladi. 13 ko'paygan 7 javob 91. Mana shunday. 7-chi misol endi. A1 teng 1,5 bo'lsa, A10 degani A1 plus 9 ta D 12,75 degani. S10 ni top deyaptimi? S10 degani A1 plus A10 o'zi 12,75 edi-ku. A10 taqsim 2 ko'paygan 10 degani-da. Xo'p, bizda A1 bor 1,5, A10 bor 12,75 taqsim 2 ko'paygan 10. Shuni ikkovini qo'shinglar qanday bo'lar ekan? Taqsim 2 ko'paygan 10. Necha bo'ladi hisob kitob javobga? 5 ga mana buni ko'paytirsa necha bo'ladi? 71,25. Aldama. 7 dan keyin qaysini ko'ramiz? Mana 11 da boshlaylik. 11 da deyaptiki, A1 teng 3 bo'lsa, ayirmasi degani 3, 2 ekan. Ga teng bo'lsa, arifmetik birlikning tasavvur 8 ta xat yig'indisi toping. S8 so'rayapti. S8 nima degani? A1 plus A8 taqsim 2 ko'paygan 8 degani. A8 topib olaylik. A1 plus 7 ta D mi? A1 o'rniga 3 qo'yamiz. 7 ko'paygan D o'rniga 2 qo'yamiz. 14 ga 3 qo'shsak necha? Demak, 3 plus 17 taqsim 2 ko'paygan 8. Birga tushunarli bo'ldi hammaga. 16 endi. Xo'p, 16 da aytayapti, A3 teng 11 bo'lsa, A12 teng 38 bo'lsa, S10 ni top deyapti. Mana buni ochamiz. A1 plus 11 ta D teng 38. Mana buni ochsak, A1 plus 2 ta D teng 11. Ayirib yuboramiz. Bundan buni ayirsak, 9 ta D teng 27. D teng shundan 3 mi? Maytga borib qo'yaylik. A1 plus 6 teng 11. A1 teng 5 bo'ladi. Bu chiqdi. S10 ni topishimiz kerak. To'g'rimi biz hozir bu yerda? S10 degani A1 plus A10 taqsim 2 ko'paytirilgan 10 degani, to'g'rimi? Yoki bo'lmasa ikkinchi formulasi bor, yoki shu, yoki bo'lmasa 2 ta A1 plus D kara n minus 1 taqsim 2 ko'paygan n degan formula ham bor-da. Shunga bitta tushar ekan, chunki biz mahsulotlarni topib oldik. A1 ning o'rniga 5 qo'yamiz. Plus D ning o'rniga necha qo'yamiz? 3. N ning o'rniga 10 qo'ysak 9 bo'lib qoladi. Taqsim 2 ko'paygan 10. Mana shuni hisoblab qo'ysak bo'ldi. 10 27. Qo'shsak 37 taqsim 2 ko'paygan 10. Javob necha bo'ladi?
Necha? Mana javob. Tushunarlimi? 16 mana shunday ishlanadi. Endi eslarga bog'lab beryapti bizga hozir. Tak. 21. Hammaga ko'rinyaptimi, ko'rinmayaptimi? S 21 teng 231 bo'lsa, mana shuni topish kerak ekan xullas. Mana buna formula bor. S 21 teng nima bo'ladi? A1 plus A21 taqsim 2 ko'paygan 21 bo'lib qoladi-da. S 21 o'rniga 231 teng A1 o'rniga 11 qo'yamiz. A21 ni so'rayapti o'zi. Taqsim 2 ko'paygan 21. Bitta nomlarni tenglama. Mana buni bunga qisqartiringlar, necha bo'lar ekan? 11 mi? 11 bo'lar ekan. Buni ko'paytirsak 22 teng 11 plus x. X teng 11. Tushunarlimi 21? Endi просто shu paytda to'g'ri kelib qoldi. Tushunarlimi? Kitobingni och. Xo'sh. 25. 25 da SN teng 98 ekan. A1 teng 1. AN teng 27 bo'lsa, N ni toping deyapti. Savol tushunarlimi? Bitta formula bor edi-ki, SN teng A1 plus AN taqsim 2 ko'paygan N degan formula bor. To'g'rimi? Shunga tushiramiz endi. SN ni o'rniga nechani qo'yamiz? 98 ni qo'yamiz. A1 ni o'rniga 1 qo'yamiz. AN ni 27 qo'yamiz. Taqsim 2 ko'paygan N. 7 teng N bo'lib qoladi. Shunda hisob-kitob qilsak. 28 2 14, 14 bu 98 ga bo'lsa 7 chiqadi. Tushundingizmi? 25 dan keyin 29. 29 aytyapti. 12 teng 12 bo'lsa, S23 ni topish kerak. S23 degani A1 plus A23 taqsim 2 ko'paygan N degan. Ikkovini qo'shsak necha bo'ladi? 12 24 mi? 24 2 bo'lsak necha bo'ladi? 12 bo'ladi-da. Mana bu 12 ni qo'yib yuborsak bo'ladi-da, shuncha narsani o'rniga, to'g'rimi? 12 ko'paygan 23 bo'lib qoladi-da. Mana N o'rniga 23 qo'yib yuborsak bo'ladi mana bu. Bo'ldi, mana shu bo'lib qoladi. Ko'ryapsizlarmi osonligini? Qaranglar, o'rtadagi hadi borki, hammani esdan chiqib ketdi-da. Qarang, A1 plus A3 ni 2 ga bo'lsak, A2 bo'lardi. To'g'rimi? U qanday kelib chiqaman? 3 ga 1 ni qo'shsak nechi? 4 mi? 4 ni 2 ga bo'lsak nechi? 2 bo'ladimi? 23 ga 1 ni qo'shsak nechi? 24. 24 ni 2 ga bo'lsak nechi? 12. 12-chi xatni ataylab berganda bizga fishka qilib. Ko'ryapsizlarmi osonligini? Bo'ldi, 12 kare 23 da necha bo'ladi ko'paytirsak? 230 plus 46 bo'ladi. 276. Mana, tushundinglarmi? Xo'p. 29 dan keyin 36 ni ishlaymiz. O'ttiz oltida qaranglar. Arifmetik progressiyang dastlabki 17 ta had yig'indisi. S 17 teng 51 deyapti. 9-hadini toping deyapti. Savol tushunarlimi? Qanday topamiz buni? Ochib chiqamiz-da. S 17 qanday ochiladi? A1 plus A17 taqsim 2 ko'paygan 17 deb ochiladi. Ikkovini qo'shsak nima bo'ladi? 17 ga 1 ni qo'shsak 18. 18 ni 2 ga bo'lsak 9 mi? Mana bu narsa 9 bo'lib qoladi-da, shunda A9 deb bajaradi. 51 teng x ko'paygan 17 bo'ladi. X teng shundan 3 bo'lib qoladi. Ko'rdinglarmi? Maydalashmay ishlashda bu. Maydalasalarga baribir shu javob chiqadi lekin. Xo'p. 36 dan keyin 41.
100 plus 95. Qani, geometrik bilan arifmetikdan albatta bitta tushyapti har yili. Kecha kirganlar kimlar ko'radi? Qo'l ko'tarib tushganlar. Tushdimi bitta? Tushyapti-da. Ha, zilolalar kirib chiqqan. 90 175. Shuning uchun bunga jiddiy qarash kerak. Mana bu A1 bo'lyapti, mana bu A2 bo'lyapti va hokazo, mana bu oxiri 75 bo'lyapti-da. Mana bu A endi bo'lsin. Yoki bundan boshlasak ham bo'ladi, farqi yo'q. Kichkinasidan boshlaylik bo'lmasa, mana shuni bitta 5 ga oshib ketyaptimi? Bunga 5 qo'shsak necha bo'ladi? 70 bo'ladi-da minusdan. To'g'ri, minus 70 bo'ladi. Plus 5 qo'shsak. Demak, A1 teng minus 75, A2 teng minus 70 bo'ladi. D teng necha bo'ladi? Bundan buni ayirsak 5 mi? D teng 5 bo'lsa, S endi so'rayapti. Mana bu A endi vazifasini bajaryapti. A endi teng 100. A endi teng nima formula edi? Shuni topishimiz kerakmi hozir? A endi formulasini kim aytadi menga? A1 plus D kara n minus 1. To'g'rimi? Hamma eslab qolsin mana shu formulani. Buni yozmay turamiz hali. A endi o'rniga 100 qo'yamiz. A1 o'rniga minus 75. D ni o'rniga 5 n minus 5. Ichkari ko'paytirib yubordim D ni. Ikkovi minus 80 mi? Bu tomonga o'tsa 180 teng 5n. N teng necha bo'ladi? 36 bo'ladi. Demak 36 ta hadi bor ekanda. Demak mana bu formulaga qo'ysak S 36 bo'lib qoladi. A1 plus AN taqsim 2 ko'paygan n bo'lib qoladi. N o'rniga 36 qo'yib yuboraverik. Demak A1 o'rniga necha qo'yamiz? 175. Plus A36 o'rniga 100 qo'yamiz-da. Taqsim 2 ko'paygan 36. 25 taqsim 2 25 ko'paygan 18 bo'lib qoladi-da. To'g'rimi? Bularni kelsa 18 qoladi-ku bu yerda. To'g'rimi? 250 plus necha bo'ladi? 450 ekanda. To'g'rimi? 250 plus 200. 450 da. 41 dan keyin nechini ko'ramiz? 46 ni ko'rsatamiz, qaranglar. 46 dan oldin ham bormi yoki muammolar? 45 ham mahrajlari bir xil. AN teng 2n minus 3 bo'ladi deyapti. Dastlabki 5 ta hadi yig'indisini toping. S5 mana buni so'rayapti, xullas. Buni o'rniga 1 qo'yaveramiz. A ni o'rniga 1 qo'ysak, 2 ko'paygan 1 minus 1 bo'ladi. A2 teng necha bo'ladi? 2 qo'ysak 1 bo'lar ekan. A 3 qo'ysakchi? A5. 5 qo'yib yuborsak nima bo'ladi? 10, 10dan ichida 7 bo'ladi. A1 plus A5 taqsim 2 ko'paygan 5 topamiz demoqchisizda. Minus 1 plus 5 o'rniga 7 taqsim 2 ko'paygan 5. 3 ko'paygan 5 javob 15 bo'lib qolar ekan-da. Tushundinglarmi? Baribir shunday chiqadi. Xo'sh, endi qaranglar, 49 ni ko'rsatamiz. A n teng 5n minus 1 deyapti, to'g'rimi? Belgiga ketmaydi, 30 ta hadi yig'indisi topdi. S 30 ni so'rayapti. Bir marta 1 qo'yamiz. Ha, 12 ekan. Bir marta 1 qo'yamiz, 1 qo'ysak 4 bo'ladi. A 12 qo'ysakchi 60, 60 dan 1 59 mi? A1 plus A 12 taqsim 2 ko'paygan 12 bo'lib qoladi-da. To'g'rimi? A1 o'rniga nima qo'yamiz? 4. 59 taqsim 2 ko'paygan 12. 6 qiladi. 63 ko'paytirilgan 6 necha bo'ladi? 18 bir yotda. 36 ga 1 ni qo'shsak 630 yarim nechi?
215, 215'ga 60 eşit qo'ysangiz 228. Xo'sh. 56 da nima deyapti? 56 da dastlabki 35 ta natural sonning yig'indisini toping. Ya'ni 1 plus 2 plus 3 hokazo 35 gacha qo'shish kerak edi. Buni qo'shsak qanday topiladi bu? 1 plus 35 taqsim 2 ko'paygan 35 qilib qoladi-da, sx. Tushundilarmi? Mana 60 gacha bir ko'rib chiqinglarchi. Tez. Yarim soat mayli. 30 minutdan 40 minut vaqt beraylik, bo'ladimi?